Va 3-chi lokatsiyamiz o'rtoqlar, bu Chilonzordagi uyimiz, 2 xona 3 xona qilingan variantimiz, 14-kvartalda joylashgan. Hozir sizga uyni obzorini ko'rsataman. Uyimizni shundoq kirganingizda shunaqa chiroyli koridor kelyapti. Bu yoqda dekor oynalar qilingan va sanuzeli, razdelniy o'rtoqlar. Bu yoqda hojatxonasi va vannasi. Vannasida dushovaya kabina qo'yilgan o'rtoqlar. Uyimizning umumiy maydoni 50 kvadrat o'rtoqlar, полностью mebel texnikalari hammasi qo'yilgan. Hamma sharoitlar qilingan. Oshxonasi balkonga chiqarilgan. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin, stroyni kuxni mebellari hammasi bor. Bu yoqda xolodilnik uchun joy tashab ketilgan va bu yoqda детский xonamiz. Mana bu bralaga ham e'tibor bering, juda ham chiroyli stilli qilingan. Bu yoqda yana bitta детский kravatimiz bor. Kitoblar uchun javon va shkaf. Mana ko'rishingiz mumkin. Hozir 3-xonamizni ko'rsatamiz. Bu yoqda ota-onalar xonasi. Ko'rishingiz mumkin. Mana. Mana shunaqa chiroyli dekor shkaflar tushirilgan, bralar va yumshoq mebellargacha qo'yilgan. Shundoqqina kirib yashaysiz. Hamma sharoitlari bor. Aytgancha o'rtoqlar, bu uyimizda teplый pol tizimi ham bor. Ko'rasizmi? Uyimizning manziliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 14-kvartalda joylashgan. Shundoqqina Afroz restorani yonginasida yo'l yuzida joylashgan uyimiz. Startoviy narxi $78,900 davomiz. Yana realniy klientlarga kelishtirib beramiz.